Xo'p, akalar, biz kechqurun xonadonlarga nimaga bora olmayapmiz? Men ko'p o'zim sexda bo'lman, do'konda bo'lman, vizitda bo'lman. Yozdan beri yozdirib qo'yganlarga sekin-sekin sunovga kelyapmiz, idealniy qilib. Bu xonadonimiz Zangetada joylashgan, mana katalog olib tashlaganmiz. Noto'g'ri sunovga qilingan, ichi почти pustoy. Mana bunaqa garakka qo'yib qo'yishgan, bunaqa zazor bilan qo'yilmaydi, katalog yerda turadi. Mana bunaqa zazor bo'lgan hisobiga, tiyagi kuchli bo'lgan hisobiga ichidagi narsalarni yorib tashlaydi, okalar. Xo'p, buni olib tashlab, xo'p, o'rniga yaxshi usulinniy katalogimizdan qo'yib beramiz. Mana Gradus уже 50 dan o'tib 60 ga keldi. Filtr sistemani izolyatsiya qilib, ikkita liniyaga qarab ketyapti. Mana polni bu yoqda, ikkiga bu yoqqa ketyapti. Nasos katta qo'yganmiz, 25 ga 8 qo'yganmiz. Predirka bo'lgan, kranni siqib qo'yib ishlatyaptilar. Ikkita liniyaga. Bu ham siqilgan ko'ryapsizlar. Hamma ishlatayotgan materiallarimiz Rostrup rossiyskiy mahsulotdan ishlatyapmiz. Avtomatlar bilan idealniy qilib berdik. Okey, qalay chiqdi? Yaxshi. Uyli sifatmi? Muammo yo'q. Okalar, katel o'zi qilib beramiz hozirgi paytda. Yozdan beri yozib qo'yganlarga qilib beramiz. Ulgurmaymiz ko'p joyga, o'shaning uchun olib qo'yib chiqsanglar, katel o'zida hammasidan